Akam qo'lingizda 4,5 ming dollaringiz bor. Malibu tanlagan bo'larmidingiz har oy 10 million rasxoti bilan yoki BYD Champion har oy 1 million so'm rasxoti bilan. Bugun sizlar bilan BYD Champion bo'yicha gaplashamiz. BYD Champion mashinamizni ko'rib turganingizdek tashqi tomonlama Championlar vidini berib turadi. Undan tashqari ko'rishingiz mumkin kraskalari ham jemchujinli yaltillab turadi. Mashina gibrid, bu yoqlarda oblisovkalari bor, ko'rib turganingizdek ochiq holda bo'ladi. Elektromobillarimizda bo'tlari polностью yopiq bo'ladi. Diskalarimizni ko'rib turganingizdek 19, undan tashqari balonlari sesidonli bo'lib 2-3 yilgacha sizlarga bemalol chidab beradi. GT balon 19 razmerda. Xo'p, mashinani ko'rsatadigan bo'lsak, mashinada beskulchovoy do'stib. Ko'rib turganingizdek, mana kaltimizni yonimizda knopkalarni bosamiz, o'zi avtomatik ochiladi. Salon qismlarini ko'rsatamiz, keling. Salonimizda ko'rganingizdek, birinchi bo'lib bu yoqdan sideniyadan boshlaydigan bo'lsak, sideniyalarimiz elektronli. Hozir bo'yingiz sal pastga qoldi, shunga sal teparoqqa ko'tarib olsak bo'ladi. Undan tashqari orqaga elektronli holda, orqaga oldinga ham yurg'izamiz. Start stop, tormozni bosib turib, startni bosamiz. Mashina avtomatik o'zi yonadi. Ko'rib turganingizdek, ovozlari yo'q. Xo'p, rullar elektronli, 360 gradusga bemalol yumshoq qayilasiz. Ko'rayotgandirsizlar, turgan joyda balonlari ham qayladi. Undan tashqari sizlarda bu yerda bahaybat monitor kutib oladi. Monitorlarimiz 90 gradusga qayiladi. Undan tashqari 540 kameralari bor. 540 kameralarida даже 3D qilib ham ishlatsangiz bo'ladi buni. Ko'rib turganingizdek kameralarni ko'rsatasiz. Xo'p, 360 kameramiz bu 3D holatda yonlari bilan bemalol ko'rsatsangiz bo'ladi. Undan tashqari buni o'chirib qo'yib, oldi, orqa hamma joylarini nazorat qilib kuzatib tursangiz bo'ladi. Patroniklari bor, datchiklari, ya'ni masofaviy 1 metr qolganda уже sizni ogohlantiradi. 1 metr qoldi deb santimetr o'lchovlarida bo'ladi. Hi BYD. Привет. Открой солнцезащитную шторку. Undan tashqari ko'rib turganingizdek, shtorkalari bor. Bu yerda quyoshdan himoya qiluvchi. Undan tashqari katta panorama. Ham lyuklarni ham bemalol ochib boshqarsangiz bo'ladi. Ovoz orqali undan tashqari bu yoqdan qo'lingizda ham bemalol sizlar boshqarsangiz bo'ladi. Lyuklari ham bor mashinamizning. Воздухоочиститель, ya'ni mashina salon qismi hozir o'zingizlar bilasizlar, Toshkentda changli havolar, sizlar bu mashinamiz orqali ichki havoni ham ancha o'zingizlarga komfortli qilib tozalasangiz bo'ladi. Duxzonli klimat kontrollari, avtomatik konditsionerlarni ham o'zingizlarga moslab qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Issiq, sovuq o'zi mashina salon qismidagi temperaturani o'zi moslab beradi. Ko'rib turganingizdek, salonlarimizda torpedkalari, undan tashqari obshivkalari полностью kojadan, oddiy plastmassda bo'lmaydi. Undan tashqari oynalarimiz avtomatik o'zi ochilib, o'zi yopiladi. Bemalol detskiy rejimlari bor. Isofix. Ko'rib turganingizdek avtohold. Avtohold endi ko'pgina mashinalarda yo'q. Shu sababli ko'pchilik bilmaydi. Tushuntirib o'tib ketaman. Avtohold nima degani? Bu avtohold qachonki remen taqsirlar ishlaydi. Bu siz tormozdan oyog'ingiz ostidan mashina yurib ketmaydi. Avtomat korobkalarda ko'pchilik tormozni bosib turadi svetoforda. Bu avtohold orqali siz bemalol tormozdan oyog'ingiz ostidan mashina yurmaydi. Undan tashqari xrustalli shunaqa chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Bemalol oldinga orqaga qilib ursanglar bo'ladi. EV, HEV, undan tashqari benzinda alohida qolasiz, elektrda alohida yursangiz bo'ladi. Parkovka xizmatlari bor. Bu yoqlarda konditsionerlari, modlari, sport rejim, eko rejim, normal rejim. Endi ko'pchilik baribir sport rejimda hozirgi vaqtda nimasi bo'ladi? Yurish baribir noqulay Toshkentda, to'g'rimi? Chunki sal sportga qo'ysangiz, mashina sal tezlashib, o'zi sizga 3 million ishlab ketib turibdi jigar. Bu narsani ko'pchilik xohlamaydi. O'shaning uchun men sizlarga tavsiya qilmayman. Akustikalariga keladigan bo'lsak, akustikasida 9 ta kolonka bor. Bularda Infinity audio sistema bo'ladi. 10-siga subwoofer qo'shilgan bo'ladi. Subwooferi ham bor o'zida. Undan tashqari perforoniy shunaqa sideniyalarimiz sportivniy eko kojadan tayyorlangan bo'ladi. Salon qismini ko'rishingiz mumkin. Qoraga jigarrang, undan tashqari qoraga oq salonlarimiz ham bor. Ikkalasi ham o'ziga yarasha chiroyli, komfortli, orqalari ham keng, ko'rib turganingizdek, barlarimiz ham udobli, o'zimizga moslashib, bemalol to'g'rilab haydasanglar ham bo'ladi, ko'rib turganingizdek. Xo'p, mashinamizda undan tashqari bespirodnoy zaryadkalari bor. Bemalol bespirodnoy zaryadka orqali boshqarsangiz bo'ladi. Ham qo'shimcha NFC kaliti bo'ladi. U ikkita pultidan tashqari NFC kalt nima vazifani bajaradi? Bu agar sizlar misol uchun bakoyga tegizadigan bo'lsangiz, mashinani ochib, yopib, undan tashqari yurg'izsanglar bo'ladi, zavat qilsanglar ham bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, bu yog'iga tegizib, sizlar bakoylariga mashinani qulflab ochib, bemalol boshqarsanglar bo'ladi. Bu NFC 3-kaliti bo'ladi. Undan tashqari ikkita pultdan qo'shimchasiga zapasiga beramiz. Orqalariga keladigan bo'lsak, jigarlarim, orqalari ham keng, ancha. Endi hozir ko'rsatgan bilan ishonmasligingiz mumkin. Shu sababli hozir bitta o'zim o'tirib ko'rsataman. Mana rullarni eng oxiriga taqadim, sideniyasini, misol uchun eng oxiriga taqadim. Buni ham misol uchun o'zimga moslab mana yotqizib olganman. Ko'rib turganingizdek, даже oyog'im ham pedalga yetmayapti-da. Endi hammada har xil. Bo'y uzun akalarim uchun bitta ko'rsataman. Pedalni ham misol uchun eng oxiriga taqaganda orqasini ko'rsataman hozir masalaga. Xo'sh, mana orqasiga o'tiradigan bo'lsam, mana eng oxiriga surib qo'yganman oldidagi sideniyani, orqasida ham bemalol ancha kompaktli.
orqa sidenya bilan tizzani oramizda mana ko'rganinglardek bir qarich joy qolib ketyapti. Bemalol yotib olib ham o'tiradigan bo'lsanglar, shunda ham tiz ham tegmaydi, bemalol sig'ib ketaverasizlar. Undan tashqari ikkita konditsionerlarimiz bor. Bu yerda orqaga moslashgan konditsionerlarimizni o'zingizga moslab, bu yerda o'zingizlar regirovka qilsanglar bo'ladi. Undan tashqari Type-C va USB zaryadchiklari ham bor. Infinity audio sistema. Barlari ham ko'rib turganinglardek, bu yerda barlari ham bor ekan, stakanchiklarda bemalol qo'yib. Mashina xullas biznes klassga bemalol o'tadi, premium klassda ham bo'ladi. Sidenyalari ancha yumshoq, ancha komfortli ishlangan. Gazchi, propanchi okalarim baribir bagaj qismiga ko'pchilik mashinani qiziqishadi. No, bularga endi gaz, propan shart emas. Shunday bitta bagajlarni ko'rsatib qo'yaman. Bagajlari ko'rib turganinglardek ancha katta. Undan tashqari o'ng tomonimizda bu yerda subwooferlari bor. Shtorkalarni ham bemalol bu yoqlarga ilib qo'ysanglar bo'ladi. Undan tashqari ko'pchilik qiziqadi, BYD mashinalarining zapaskasi bo'ladimi deb. Bularda zapaska bo'lmaydi. Ko'rsatib o'taman, zapaskaning o'rnida bu yerda garantiyni kitobchasi, trigonligi. Undan tashqari ko'rib turganinglardek bu yerda trosniklari и jiletkasi, bu yerda bistri zaryadka uchun qo'shimcha udlintilari bo'ladi. Xo'p. Bunga keladigan bo'lsak, bu maslasi nima vazifani bajarib beradi? Bu nasos bo'lib, nasosini siz mashinaga nasosga buni ulaysiz, endi nasosda mashinani ishiradigan bo'lsangiz, yurgan vaqtingiz baloningiz o'zini o'zi yamab ishirib beradi. Bemalol servisga yetib ola olasiz. Endi ko'chada to'xtab, damkirat qo'yib, mashinani ko'tarib balonni shart emas. Mashina zamonaviymi? Unda qolgan ishlari ham buni zamonaylashgan bo'ladi, ko'rib turganinglardek. Elektronli yopiladi. Undan tashqari голосовое управление, ovoz orqali ham ochib yopsanglar bo'ladi. Xo'p, mashinani ko'rib turganinglarda yerdan balandligi, ya'ni clearance'da 17-18 sm gacha bo'ladi. Podveskalarga keladigan bo'lsak, oldi McPherson, orqa bundan горячайший bo'lganini hisobiga siz tog'li zonalarda, toshli joylarda bemalol mashinamizni haydab ketsanglar bo'ladi. Hech qanaqa mashinada qiynalishinglar sezmaysizlar. Hadovoylarga keladigan bo'lsak, hadovoylarni biladigan akalarim, chempion haydaydigan akalarim o'zingizlar yozib qoldiringlar kommentariyamizda hadovoylari bo'yicha. Jaga ko'p gapirsam ham maqtavor deyishmasin. Siz hali ham qo'lingizdagi 4.5 miningiz bilan nima mashina olishni o'ylagunizchi, boshqalar o'zini chempionini minib ketyapti. Sizga ham xuddi shunaqa qulay sharoitlarda mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, BYD Qibraga tashrif buyuringlar. O'zimizda sizlarga shunaqa chiroyli shartlarda qilib beramiz. Aytgancha, podpiska tugmasini bosishni unutmanglar. Sababi hali bundan ham yaxshi yengilliklar sizlarni oldinda kutyapti, akalarim. Charchamanglar, sog' bo'linglar.